Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi matematika darsiga tayyormisiz? Barcha o'quv qurollaringizni hozirlab oldingizmi? Juda yaxshi. Matematika fanlar ichra shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Bugun bolajonlar, sizlar bilan matematika darsida butunning bo'laklari yarmi mavzusini o'qib o'rganamiz. Keling, avval an'anaga ko'ra o'tgan darsda berilgan mustaqil topshiriqni tekshirib olsak. Bolajonlar, 146-betdagi 6-topshiriqni bajara oldingizmi? Sizga apelsin, cheeseburger hamda shirinlikni rasmi berilgan edi. Mana shu 3 ta rasmni daftaringizga chiza oldingizmi? Daftaringizga chiza olgan bo'lsangiz, narsalar nechta bo'lakka bo'lingan, ularni chizib va har birining bittadan bo'lagini bo'yash vazifasi berilgan edi. Siz birinchi rasmda apelsin 2 bo'lakka bo'linganini ko'rib turibsiz. Demak, uning bir bo'lagini bo'yasangiz, ikkinchi bo'lagi bo'yalmay qolishi kerak edi. Bo'yalgan qismi apelsinning, ya'ni butun bo'lakning 2dan biri. Keyingisi cheeseburger. Bu cheeseburger necha bo'lakka bo'lingan? Ha, albatta, 4 bo'lakka bo'lingan. 1, 2, 3, 4 bo'lakka bo'lingan. Mana shu 4 bo'lakning siz bir bo'lagini bo'yashingiz vazifa qilib berilgan edi. Cheeseburgerning 4dan 1 bo'lagi bo'yaldi. Ya'ni choragi bo'yaldi. Endi shirinlikka qaraymiz. Shirinlik necha bo'lakka bo'lingan bolajonlar? Barakalla, 3 bo'lakka bo'lingan. 1, 2, 3 bo'lakka bo'lingan ekan. Bundan siz bir bo'lagini bo'yagan bo'lsangiz, shirinlikning 3dan 1 bo'lagi bo'yalgan bo'lishi kerak. 3dan 2 bo'lagi esa bo'yalmay qolgan bo'lishi kerak. Siz shunday bajara oldingizmi? Juda yaxshi. Qaytarib o'taman. Apelsinda 2ning 1 bo'lagi, cheeseburgerning 4dan 1 bo'lagi, shirinlikning 3dan 1 bo'lagi bo'yalgan bo'lishi kerak. Qolgan bo'laklari esa bo'yalmay qolgan bo'lishi kerak. Tekshirib olgan bo'lsangiz, ana endi ekranga diqqatingizni qarating. Pishiriqni 2 ta teng bo'lakka bo'lamiz. Bolajonlar, diqqat qiling. Mana pishiriqni 2 ta teng bo'lakka bo'ldik. Har bir bo'lak pishiriqning yarmi yoki 2dan 1 deyiladi. Chunki biz butun pishiriqni qoq o'rtasidan bo'ldik. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Har bir bo'lagi, chap bo'lagi yoki o'ng bo'lagini biz yarimta deb aytishimiz mumkin ekan. Pishiriqning bir bo'lagi chap tomonda, ikkinchi bo'lagi o'ng tomonda. Bu ham, bo'lagi ham ikkalasi o'zaro teng. Pishiriqning yarmi deb aytilar ekan. Bolajonlar, birinchi topshiriqqa qaraymiz. 147-betdagi yong'oqlarning rasmini ko'rdingizmi? Aynan shu yong'oqlar ekranda ham ko'rsatilgan. Yong'oqning qaysi bo'lagi uning 2dan 1ga teng? Chap tomondagi yong'oqlarga diqqat bilan nazar soling. Va o'ng tomondagi yong'oqlarga ham diqqat bilan nazar soling. Qaysi biri uning 2dan 1ga teng? Ha, juda to'g'ri aytdingiz. Chap tomonda berilgan yong'oqlar 2dan 1ga teng. Yong'oq qoq o'rtasidan 2ga bo'lingan. O'ng tomondagi rasmda esa chap tomondagi qarang bolajonlar. Bo'lagida yong'oqning magizi joylashmagan. Yong'oqning magizi to'liqligicha o'ng bo'lagida ko'rilgan. Shundan ko'rinib turibdiki, o'ng tomonda berilgan yong'oqlar 2dan 1ga teng emas. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Juda yaxshi. Unday bo'lsa davom etamiz. Ikkinchi topshiriqda shaklning qanday bo'laklari bo'yalgan
Biz avval daftarimizga mana shu shakllarni chizib olishimiz kerak. Bolajonlar, chizg'ich, qalamingizni hamda sirkulingizni tayyorlab oling. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Avval uchburchakni daftaringizga chizing. Ixtiyoriy uchburchakni chizib oldingiz. Mana shu uchburchakni xuddi rasmda ko'rsatilgandek ikkiga bo'ling. Bir uchidan qarama-qarshi tomoniga qarab, o'rtasini avval belgilab oling. Undan keyin chiziqni o'tkazing. Kesma o'tkazdingizmi? Uchburchak ikkiga bo'lindi. Har ikkala bo'lagi tengmi? Agar har ikkala bo'lagi teng bo'lsa, bu uchburchakning ikkidan birini bo'yashingiz kerak. Xohlasangiz chap tomonni, xohlasangiz o'ng tomondagi bo'lagini rangli qalam yordamida bo'yab oling. Mana ko'rsatib qo'yilgan. Ekranda siz uchburchakning o'ng tomondagi bo'lagi bo'yalganini ko'rib turibsiz. Endi to'g'ri to'rtburchak chizib oling. Ixtiyoriy ravishda chizilgan to'g'ri to'rtburchakni ikkiga ajrating. Ikkiga ajratib bo'la oldingizmi? Uning yuqori qismi yashil rangga bo'yaldi, pastki qismi esa bo'yalmay qoldi. Siz ham mana shu to'g'ri to'rtburchakni o'rtasidan bo'lgan bo'lsangiz, ikkidan birini, ya'ni bir bo'lagini bo'yab olishingiz mumkin. Ekranda ko'rilgan to'g'ri to'rtburchakning yuqori qismi bo'yalgan. Rangli qalam yordamida bo'yab olgan bo'lsangiz, endi daftaringizga sirkul yordamida aylana chizing. Siz aylana chizishni bilasiz. Avval sirkulni, chizg'ichni o'lchab, ya'ni ignali oyog'ini 0 ga, qalamli oyog'ini istalgan soningizga mo'ljal qilib, undan so'ng daftaringizga bitta nuqta qo'yasiz. Mana shu nuqtaga sirkulning ignali oyog'ini qo'yib, qalamli oyog'i yordamida aylana chizib oling. Undan so'ng qoq o'rtasidan, ya'ni mana shu aylanani ikkiga bo'ling. O'rtasidan chiziq o'tkazdingizmi? O'rtasidan chiziq o'tkazgan bo'lsangiz, bu chiziq diametri deb atalardi. Yodingizga tushdimi, bolajonlar? Juda yaxshi. Bir bo'lagini xohlagan rangingizga bo'yab oling. Mana bolajonlar, aylananing ham ikkidan biri, ya'ni yarmi bo'yaldi. Ekranda berilgan 3 ta shakl, uchburchak, to'g'ri to'rtburchak va aylananing ikkidan bir bo'lagi bo'yaldi. Ikkidan bir bo'lagi esa bo'yalmay qoldi. Tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Endi 3-topshiriqqa qaraymiz. Har bir qovoqning massasi necha kilogramm? Siz tarozining pallalarini ko'rib turibsiz. Tarozining pallalari o'zaro bir-biriga teng. Tarozining o'ng pallasida bir emas, 3 ta tosh turibdi. Birinchi toshning og'irligi 10 kilogramm. Ikkinchi toshning og'irligi ham 10 kilogramm. Keyingi turgan toshning og'irligi 3 kilogramm ekan. O'ng tomonda 3 ta tosh turibdi. Ular necha kilogrammdan ekanligi bizga ma'lum. Biz qovoqning massasini topishimiz uchun avval tarozining o'ng pallasida turgan barcha toshlarning og'irligi necha kilogramm ekanligini topib olishimiz kerak. Buning uchun qani qaysi sonlar ishtirok etadi deb o'ylaysiz? Juda to'g'ri. 10 hamda 3 soni ishtirok etadi. Birinchi toshning og'irligi, ikkinchi toshning og'irligi va uchinchi toshning og'irligi jami necha kilogramm bo'ladi, bolajonlar? Qani daftaringizga yozib hisoblang. Juda to'g'ri.
tarozining o'ng tomondagi pallasida 23 kilogramlik toshlar turgan ekan. 23 kilogramlik toshni endi biz chap tomondagi palladagi qovoqning massasini topishimiz uchun bu yerda 5 kilogramlik tosh turibdi. 23 hamda 5 sonini ishtirok ettirib, qani bolajonlar nima deb o'ylaysiz? Ayirmani topish kerakmi yoki yig'indini? Balki ko'paytmani toparmiz. O'ylab ko'rdingizmi? Juda to'g'ri. Zehni o'tkir bolajonlar 23 sonidan 5 sonini ayirmasini topishimiz kerak degan javobni berishmoqda. Siz mutlaqo haqsiz. Demak, bolajonlar, 23 hamda 5 sonining ayirmasini topsangiz, ikkita qovoqning og'irligi necha kilogramm ekanligi kelib chiqadi. Marhamat, ayirmani toping. Ayirma 18 ga teng ekan. 18 kilogramm bolajonlar, ikkita qovoqning og'irligi. Bizdan masala shartida bitta qovoqning massasi necha kilogramm ekanligi so'ralgan. Shuning uchun biz 18 hamda qaysi sonni ishtirok ettiramiz? 2 deysizmi? Nima uchun 2 soni? Juda to'g'ri. Ikkita qovoq bo'lganligi uchun, ikkita qovoq 18 kilogramm bo'lsa, bitta qovoqning massasini topish uchun 18 hamda 2 sonining bo'linmasini topishingiz kerak. Marhamat, yozib oling. 18 hamda 2 sonining bo'linmasi juda to'g'ri, 9 ga teng. Ana endi masalaning javobini bemalol yozib qo'ysak bo'ladi. Masalaning javobi har bir qovoqning massasi 9 kilogrammdan ekan. 9 va 9 ning ko'paytmasi, ya'ni 9 va 9 ni bir-biriga qo'shsak 18, 18 ga 5 kilogrammlik toshni qo'shsak 23. Tarozining o'ng pallasida ham 23 kilogramm, chap tomonda ham 23 kilogramm. Ko'rdingizmi bolajonlar? Masala tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Agar yozib ulgurgan bo'lsangiz, darsligimizda berilgan 4-topshiriqqa qaraymiz. Bu topshiriqni bolajonlar og'zaki bajarsak ham bo'ladi. Diqqat qiling. Qaysi shakllarning yarmi bo'yalgan? Bu yerda 1 emas, 6 ta shakl berilgan. Birinchi shaklga qaraymiz. Birinchi shakl qanday nomlanadi? Albatta, 5 burchak. Chunki bu shaklning 1, 2, 3, 4, 5 ta burchagi bor. Shu bilan birgalikda 5 ta tomoni bor. Aynan mana shu 5 burchak yarmi bo'yalgan deya olamizmi? O'ylab ko'ring. Barakalla, siz to'g'ri javobni berdingiz. Buning yarmi bo'yalgan, yarmi bo'yalmay qolgan. 5 burchakning yarmi bo'yalgan deb ayta olamiz. Bu 2 dan 1 qismi yoki yarmi deb ataladi. Endi ikkinchi shaklga qaraymiz. Ikkinchi shakl, bu shakl ham 5 burchak. Faqat yollamachasiga qo'yilgan. Endi buni bo'yalgan qismini diqqat bilan qarangchi. Yarmi bo'yalgan deya olamizmi? Ha, bu shakl ham yarmi bo'yalgan ekan. Bu shaklning yarmi bo'yalganligini siz qayerdan bildingiz? Burchak ostidan qarama-qarshi tomonga qarab chiziq o'tkazilgan. Bo'yalgan hamda bo'yalmagan qismlari o'zaro tengligidan yarmi bo'yalganini bilib oldingiz. Uchinchi shaklga qarang. Barakalla bolajonlar, bu shakl ham 5 burchak. Bu shaklni bo'yalgan qismiga qarang. Bo'yalgan qismi bo'yalmagan qismi bilan tengmi? Siz tushunib oldingiz. Demak, bu yerda bo'yalgan qismi bo'yalmagan qismi bilan o'zaro teng. Demak, buni 2 dan 1, ya'ni yarmi bo'yalgan deb bemalol ayta olamiz. Endi keyingi shaklga qaraymiz. Keyingi shakl ham 5 burchak ekan. Bolajonlar, bo'yalgan qismini qarang.
ko'k rangda bo'yalgan qismi bo'yalmagan qismiga nisbatan kattami yoki kichik? Teng deb ayta olamizmi? Yo'q, teng deb ayta olmaymiz. Chunki ko'k rangda berilgan, ya'ni bo'yalgan qismi bo'yalmagan qismiga nisbatan katta. Bo'yalmay qolgan qismi esa bo'yalgan qismiga nisbatan kichik. Shuning uchun beshburchakning yarmi bo'yalgan deb ayta olmaymiz. Bolajonlar, keyingi shaklga qaraymiz. Keyingi shaklni tushunib oldingizmi bolajonlar? Teng yarmi bo'yalgan ekan. Ko'k rangda bo'yalgan qismi ham, bo'yalmagan qismi ham o'zaro teng bo'lgani uchun biz bu shaklni yarmi bo'yalgan deb bemalol ayta olamiz. Va oxirgi shaklga qaraymiz. Oxirgi shaklda ko'rinib turibdi, bo'yalgan qismi bo'yalmay qolgan qismiga nisbatan katta. Buni teng yarmi bo'yalgan deb ayta olmaymiz. Mana bolajonlar, qaysi shakllarning yarmi bo'yalgan ekan? Birinchi, ikkinchi, uchinchi hamda beshinchi shakllarning yarmi bo'yalgan ekan. Mavzu tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Juda yaxshi. Agar sizga mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizlarga mustaqil topshiriqni beraman, belgilab oling. 147-betdagi 5-topshiriq. Bir emas, 5 ta shakl berilgan. Shakllarni albatta daftaringizga chizib oling. Har birining yarmini bo'yaysiz. Hozir men sizga darsimiz davomida tushuntirib o'tgan edim, yuqorida ko'rsatdim. Mana shu shakllarning yarmini bo'yash siz uchun qiyin bo'lmaydi. Yarmi ekranda ham, darsligingizda ham ko'rsatib qo'yilgan. Faqat siz mana shu shakllarni daftaringizga chizib, yarmini bo'yasangiz kifoya. Vazifa tushunarli bo'ldimi? Agar sizga bugungi o'tilgan mavzu, berilgan mustaqil topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizlar bilan keyingi darsda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Sog', omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 2-sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Barakalla. Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan Mo'yqalam mo'jizasi bo'limi yuzasidan berilayotgan hikoya va matnlar yuzasidan topshiriqlar bajaramiz. Bugungi asosiy topshiriqlarimiz esa sizlar bilan avvalgi darsda tanishgan rassomlar bahsi hikoyasi asosida bo'ladi. Agar siz ushbu hikoyani eslab qolgan bo'lsangiz, demak bugungi topshiriqlarimizni qiynalmay bajara olasiz. Ushbu topshiriqlarni bajarishimiz uchun esa albatta darslik yoningizda bo'lish kerak. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Birinchi topshirig'imiz quyidagicha. Aytingchi, rassomlar bahsi matnida ajratib ko'rsatilgan so'zlarni bo'g'inga ajratib yozing. E'tibor bergan bo'lsangiz, darsligingizdagi matn esa undagi ba'zi bir so'zlar ajratib ko'rsatilgan. Ushbu so'zlarni nima uchun ajratib qo'yilganiga hayron bo'lgan bo'lsangiz kerak. Mana bugungi darsimizda esa aynan ushbu hikoyada ajratib ko'rsatilgan so'zlarni alohida yozib olamiz. Yozishda esa aziz o'quvchilar bo'g'inga bo'lamiz. Bo'g'inga qanday bo'lishni bilasizmi? Bo'g'inda nima hosil qiladi? Bu haqda avvalgi darslarimizga sizlarga aytib o'tgan edim. Bugun ham eslatamiz. Demak, aziz o'quvchilar, unli tovushlarimiz bo'g'in hosil qiladi. So'zda nechta unli tovush bo'lsa, so'zimiz shuncha bo'g'inga ega bo'ladi. Demak, qoidamiz tushunarli bo'lsa, topshiriqni bajarishni boshlaymiz. Bo'g'inga bo'lishda esa har bir bo'g'indan keyin chiziqcha qo'yamiz. Albatta yozishda husni xat qoidalariga ham amal qilish kerak. So'zlar orasida esa masofa har bir so'z orasida bir xil bo'lish kerak. Albatta xat boshidan yozishni ham unutmang. Demak, qoidalarni eslab olgan bo'lsangiz, demak topshiriqni yozishni boshlaymiz. Keling sizlarga yordam bersam. Demak, qaysi so'zlarimiz ajratib ko'rsatilgani hammamiz uchun ma'lum. Demak, u so'zlar qaysi so'zlar? Yashar, yaxshi, kiritmoqchi,
donishmand kishini ichida chizishib keltirishibdi birinchi ranglarda tumshuq so'ngra shoshmabdi qarangki. E'tibor berdingizmi? Aynan ushbu hikoyadan nima uchun aynan mana shu so'zlar ajratib olingan? Zukko o'quvchilarimiz darhol topishga ham ulgurishdi. Demak, buni keyingi topshiriqlarimizda bilib olasiz. Hozirgi vazifangiz esa ushbu so'zlarni bo'g'inga ajratib yozish. Yozishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa tekshirib ko'ramiz. Ushbu so'zlarimiz qay darajada bo'g'inga ajratib yoziladi. Birinchi so'zimiz yashar so'zi. Ushbu so'zda ikkita a unlisi bo'lgani uchun yashar so'zimiz ikki bo'g'inga ajratilgan. Va undagi kiritmoqchi so'zimiz 4 bo'g'inga bo'lingan. Sababi ushbu so'zda esa 4 ta unli ishtirok etgan. Tekshirib oldingizmi? Juda ham yaxshi. O'ylaymanki, husnixat asosida yozib oldingiz. Ana endi sizga bundan oldingi topshiriqni bajarishda bergan savolimni yana bir bor takrorlayman. E'tibor bering. Demak, men ushbu berilgan so'zlarni 3 guruhga ajratib oldim. So'zlarni o'qing va ularni nimasiga qarab 3 guruhga bo'ldim. Demak, birinchi guruhdagi so'zlarni o'qiymiz. Yashar, yaxshi, donishmand kishini chizishib keltirishibdi, tumshuq shoshmabdi. Topishga ulgurdingiz, to'g'rimi? Keling, ikkinchi guruhdagi so'zlarni ham o'qib ko'ramiz. Kiritmoqchi, ichida, birinchi. Va uchinchi guruhdagi so'zlarimiz. Ranglarda, so'ngra, qarangki. Ana endi darhol ushbu guruhga ajratilgan so'zlarimiz nimasiga qarab ajratilganini aytishingiz kerak. So'zlarni o'qidik va ularda birinchi guruhdagi so'zlarimiz aynan sh birikmasi ishtirok etgan so'zlar. Ikkinchi ustunda esa ch birikmasi ishtirok etgan so'zlar. Uchinchi guruhda esa n birikmasi ishtirok etgan so'zlar ekan. Ko'rdingizmi? Demak, bizning alifboyimizda 3 ta harf birikmasi bor edi. Bular sh, ch hamda n. Ana endi ularning qanday bo'g'inga bo'linganini ham bilib oldingiz. Ular hech qachon ajratilmaydi. Doimo yonma-yon yoziladi. Chunki ular bitta tovushni anglatadi va ikkita harfning birikishidan bitta tovushni hosil qilishadi. Mana biz nima uchun ushbu so'zlar 3 guruhga ajratilganini ham bilib oldik. Ana endi keyingi topshirig'imiz. Bu topshirig'imiz quyidagicha. Topishmoqlarni o'qing va javobini toping. Sizga 4 ta topishmoq berilgan. Keling, o'qib eshittiraman. Siz topishmoqlar javobini topishga harakat qiling va aynan topishmoqni javobini topishda sizga qaysi so'zlar yordam berganini belgilab oling. Birinchi topishmog'imiz. O'sar ko'kka bo'y cho'zib, qulochday bargin yozib, xipcha bel zarrin soqol, tishlari zich, dur misol. O'ylab ko'ringchi. Nima? Ko'kka qarab bo'y cho'zadi. Uning barglari qulochday. Xipcha bel hamda uning zarrin soqollari bor. Tishlari esa zich, xuddi durga o'xshaydi. Nima bo'lishi mumkin? Ba'zi o'quvchilarimiz ushbu topishmoqning javobini topishga ham ulgurdi. Endi ikkinchi topishmog'imizni o'qiymiz. Dumdumaloq barkash non ko'k yuzida suzadi. Nima bo'lishi mumkin? Hayronmiz. Dumdumaloq barkash nonga o'xshaydi. U esa ko'k yuzida, ya'ni osmonda suzadi. Bu nima bo'lishi mumkin? Keyingi topishmog'imiz. Tim qora kichkina hol to'xtatar yo'lda darhol. Nima bo'lishi mumkin? O'zi kichkina, xuddi holga o'xshaydi. Biz uni har doim, har darsda ko'ramiz.
bu nima bo'lishi mumkin? Va so'nggi topishmog'imiz. Rangi har xil, nomi bir xil. Bu nima bo'lishi mumkin? Siz buni ham ko'p ishlatgansiz. Ana endi topishmoqlarimizning javobini topgan bo'lsangiz, qay darajada to'g'ri topdingiz? Tekshirib olamiz. Birinchi topishmog'imiz javobi makkajo'xori. Ikkinchi topishmog'imiz javobi esa bu osmondagi oy. Uchinchi topishmog'imiz esa bu nuqta. Gapning oxirida qo'yiladigan nuqta tinish belgisi. Va so'nggi topishmog'imiz javobi esa bu rangli qalam. Ularning rangi har xil, lekin ularni biz doim qalam deb ataymiz. Xo'p, ana endi biz ushbu topishmoqlarni javobini ham bilib oldik. Aynan ushbu topishmoq matni asosida esa keyingi topshiriqlarimizni bajaramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Siz topishmoqlarning javobini qaysi belgilarga qarab topdingiz? Aynan ushbu topishmoqning javobini topishda sizga qaysi so'z yordam berdi? Ya'ni biz ularning belgisiga qarab topishmoqni javobini topishga harakat qildik. Biz topishmoqning javobini topishda aynan ushbu chiziqlar bilan ajratib ko'rsatilgan so'zlar asosida topdik. Sizchi? Siz ushbu topishmoqlarni javobini topish uchun sizga aynan qaysi so'zlar yordam berdi? Ana endi siz ushbu so'zlarni ustun usulida daftaringizga yozib olishingiz kerak. Ya'ni rang, hajm va shakl shamoilini bildiruvchi so'zlarni ustun shaklida yozasiz. Birinchi ustunga esa rangni bildirgan so'zlarni, ikkinchi ustunga esa hajmni va uchinchi ustunga esa shakl shamoilini bildirgan so'zlarni yozib olishingiz kerak. Topshirig'im tushunarlimi? Unday bo'lsa, darhol ushbu topshiriqni bajarib oling. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, sizlar bilan keyingi topshirig'imizni bajaramiz. Agar yozishga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta darsdan so'ng ham bajarib olishingiz mumkin. Keyingi topshirig'imiz quyidagicha: berilgan maqollardan qarama-qarshi ma'noli so'zlarni aniqlab yozing. Biz avval maqollarni o'qiymiz va so'nggi topshirig'imiz esa qarama-qarshi ma'noli so'zlarni topish. Qarama-qarshi so'zlar qanday bo'ladi, bilasizmi? Albatta, yaxshi, yomon, oq, qora kabi bo'lishi mumkin. Ana endi bilib olgan bo'lsangiz, hozir men maqollarni o'qiyman. Men bilan birgalikda o'qishga harakat qiling. Birinchi maqolimiz quyidagicha: gapni oz so'zla, ishni ko'p ko'zla. Aytingchi, ushbu maqolamizda qarama-qarshi ma'noli so'zlar bormi? Ularni belgilab boring. Dars yakunida esa buni tekshirib olamiz. Ikkinchi maqolamiz: erta turgan ish bitirar, kech turgan ko'p turtinar. Va uchinchi maqolamiz: to'g'ri boshni egri qilich kesmas. To'rtinchi maqol: yaxshi so'z qand yedirar, yomon so'z pand yedirar. Beshinchi maqol: achchiq savol berib, shirin javob kutma. Va so'nggi 6-chi maqol: kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda. Ushbu maqollarning mazmuni sizlarga tushunarli bo'ldimi? Albatta, ushbu maqollar mazmuni yuzasidan darsdan so'ng oila a'zolaringiz bilan suhbatlashing. Tushunmagan joyingizni so'rab bilib olasiz. Ana endi bizning asosiy vazifamiz esa ushbu maqollarda berilgan qarama-qarshi so'zlarni topish. Siz o'qishim jarayonida topishga ham ulgurgan bo'lsangiz kerak. Ana endi qay darajada to'g'ri topdingiz? Tekshirib olamiz. Birinchi maqolamizda oz, ko'p. Ikkinchi maqolamizda esa erta, kech. Uchinchi maqolda esa to'g'ri, egri, yaxshi, yomon. Beshinchi maqolda esa achchiq, shirin. Va 6-chi maqolda esa kattaga, kichikka. Ko'ringchi, siz ham to'g'ri bajaribsizmi?
Agar xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, darhol to'g'rilab oling. Ana endi ushbu qarama-qarshi so'zlarni esa daftaringizga husnixat asosida yozib oling. Yozishga ulgurdingizmi? Juda ham yaxshi. Ulgurmagan o'quvchilarimiz albatta darsdan so'ng bajarib olishlari mumkin. Mana shuning bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimiz sizlarga yoqdimi? Juda ham yaxshi. Albatta bugungi darsimiz haqida oila a'zolaringiz bilan suhbatlashishni unutmang. Bugungi darsimizda sizlar bilan o'rgangan topishmoqlarimizni oila a'zolaringizga ham berib ko'ring. Qani ular javobini topa olishadimi? Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Sog'-omonmisiz? Bugun darsga tayyormisiz? Anglaganingizdek, eng sevimli fanlaringizdan biri 2-sinflarda tabiiy fanlar darsi. O'quv qurollaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olgan bo'lsangiz, darsimizni birgalikda boshlaymiz. Bolajonlar, sizlar bilan bir-biridan qiziqarli mavzularni o'rganishda davom etamiz. Bugun darslikning 100-sahifasida berilgan amaliy mashg'ulot, jismlarga issiqlik ta'sirini o'rganamiz. Mavzusi yuzasidan suhbatlashamiz. Bolajonlar, bu darsimiz amaliy mashg'ulot sifatida o'rganiladi. Birinchi va ikkinchi tajribalarni o'z ichiga oladi. Bu tajribalarni o'tkazish uchun bizga zarur jihozlar kerak bo'ladi. Bu haqida yana birozdan so'ng suhbatlashamiz. Eng avvalo mavzuyimizga ko'ra issiqlik nima? Keling shu haqida o'rganganlarimizni yodimizga olsak. Issiqlik energiyaning bir turi bo'lib, jismlar o'rtasidagi harakat ekan. Quyosh issiqlik manbai hisoblanadi. Issiqlik energiyasi bu jism haroratiga aloqador bo'lgan energiya ekan. Issiqlik natijasida haroratni ko'tarilishi, jismlarning kengayishi, qattiq jismlarning erishi, suyuqliklarning bug'lanishi yuzaga keladi. Bolajonlar, biz issiqlik manbai sifatida quyoshni misol keltira olamiz. Chunki quyosh nurlari ham yorug'lik, ham issiqlik manbaidir. Jazirama yoz kunlarining isishi tufayli suv havzalarida suvlarning bug'lanishi kuzatiladi. Yoki muzlagan muz yaxlar bo'laklari issiqlik natijasida erishini kuzatishimiz mumkin. Mana sizlar bilan issiqlikni jismlarga qay darajada ta'sirini bilib oldik. Issiqlik haqidagi yana qanday hayotiy misollarni bilamiz. Issiqlik natijasida atrof muhitdagi o'zgarish va yana inson tanasidagi haroratni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Insondagi issiqlik bu termometr asbobi yordamida o'lchanadi. Demak, insondagi tana haroratini ko'tarilishi va unga mos ishlarni shifokorlar amalga oshiradi. Mana siz bilan issiqlikni nima ekanligini yana bir bor takrorlab oldik. Endi issiqlikni jismlarga qay tarzda ta'sir etishini amaliy mashg'ulot orqali bilib olamiz. Bolajonlar, bu mashg'ulot 2 bosqichda amalga oshiriladi. Buning uchun bizga pufaklar, sham, gugurt, suv, albatta texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda bajarishingiz zarur. Tajriba qanday amalga oshiriladi? Birinchi tajriba. Pufakni puflang va og'zini mahkamlang. Pufakni yonib turgan shamga yaqinlashtiring. Pufakka olov qanday ta'sir qilishini kuzating. Bolajonlar, ushbu jihozlar meni stolimda tayyor. Siz ham
ushbu jihozlardan foydalanib, albatta o'zingizdan katta yaqinlaringiz yoki ustozingiz bilan ushbu tajribani amalga oshirishingiz mumkin. Texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilishni unutmasligingiz zarur. Navbatdagi tajriba. Buning uchun ham yuqoridagi narsalar kerak bo'ladi. Faqat tajribalar quyidagicha. Pufak ichiga ozroq suv quying. Suvli pufakni puflang va og'zini bog'lang. Suvli pufakni yonib turgan shamga yaqinlashtiring. Suv quyilgan pufakka olov qanday ta'sir qilishini kuzating. Bolajonlar, sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Pufaklar bir xilmi? Tajribalarda buni o'qib bildingizmi? Ha, to'g'ri. Pufaklar ikki xil. Ya'ni birinchi tajribaga ko'ra pufaklar faqatgina shirilgan holatda, ikkinchi tajribaga ko'ra esa pufakka suv quyilgan holatda shag'amga yaqinlashtirish kerak. Keling, bu hodisani quyidagi jarayon orqali ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Diqqat qiling. Mana, demak, shirilgan pufak. Uni shag'amga yaqinlashtiramiz. Diqqat qiling. Nima ro'y berishiga e'tibor bering. Bolajonlar, nimani kuzatdingiz? Ha, barakalla. Demak, shirilgan pufak issiqlik ta'siri natijasida yorilishi kuzatildi. Ikkinchi tajribaga e'tibor bering. Pufak suvga to'ldirildi. Pufakka suv solindi. Og'zi mahkamlanib, shag'amga yaqinlashtirildi. Pufaklarga suv solingandan so'ng ular shag'amga yaqinlashtirildi. Biroz vaqt o'tdi. Lekin pufaklar yorilmadi. Ikkalasida bir xil pufaklar, shag'amlar, issiqlik ta'siri ham bir xil. Nega endi suvsiz pufak tez yorildi, suvli pufak esa yorilmadi? Bundan xulosa chiqaramiz. Pufak suv quyilmagan holatda olovga yaqinlashtirilsa yoriladi. Agar pufakka suv quyib olovga yaqinlashtirilsa yorilmaydi. Demak, suv shamdan chiqqan issiqlikni katta qismini yutadi va pufakni yorilib ketishidan saqlaydi. Bu juda ham qiziq tajriba. Uni o'zingiz, dugona va do'stlaringiz bilan birga amalga oshirib, xulosalaringizni izohlang. Bolajonlar, yorug'lik va issiqlik jismlarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Bolajonlar, keling xulosalar bilan tanishamiz. Xulosa. Demak, issiqlik jismlarga turli xil holatlarda ta'sir etar ekan. Ya'ni ularning issiqlikning ta'siri jismlarga turlicha ekan. Yorug'lik va issiqlik tirik organizmlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Keling, bu savolga birgalikda javob izlaymiz. Bolajonlar, avvalo tirik organizmlarning nima ekanligini bilib olsak. Demak, tirik organizmlarning o'ziga xos 5 ta xususiyati mavjud edi. Demak, ular ko'payishi, oziqlanishi, nafas olishi, harakatlanishi va shu bilan birga o'zidan nasl qoldirish xususiyatiga ega edi. Demak, tirik organizmlar o'simliklar, hayvonlar va insonlar dunyosi ekan. Tirik organizmlarga issiqlik va yorug'likning ta'siri qanday? Tirik organizmlarni issiqlik va yorug'liksiz tasavvur eta olmaymiz. Agar quyosh nurlari, ya'ni yorug'lik yo'q bo'lsa, yer yuzini qorong'ulik qoplaydi. Tirik organizmlarga esa issiqlik kerak. Agar quyosh nurlari nur sochmasa, o'simliklar rivojlana olmaydi. O'simliklar esa hayvonlarning eng birinchi ozuqasi hisoblanadi. Qarang bolajonlar, yorug'lik va issiqlik qay darajada muhim ekan. Demak, jismlarga, tirik organizmlarga issiqlikning ta'siri turlicha
ekan. Biz yorug'lik, ya'ni yong'in suv orqali o'chadi. Biz yuqorida ko'rib o'tgan tajribadagi pufaklar ichidagi suv ham sharning yorilishiga to'sqinlik qildi. Demak, yurtimizning jannat makon O'zbekistonimizning mana shunday gullab yashnashi bu albatta quyosh nuriga, issiqlik manbaiga bog'liq ekan. Jismlarga issiqlikning ta'sirini quyidagi chelaklarga ta'sir o'tkazishini ko'rishimiz mumkin. Yozning jazirama issiq kunlarda plastmassa chelakka quyoshning ta'siri qanday bo'ladi? Ya'ni uning rangi o'zgarishi, issiqlik natijasida plastmassa chelakning yorilishi kuzatiladi. Xuddi shunday jazirama issiq kunlari alyuminiy metalidan qilingan, ishlangan chelakka issiqlikning ta'siri qanday bo'ladi? Agar chelak suv bilan to'ldirilgan bo'lsa, biz shunday kunlari suvning isishini, yuqori haroratga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Agar chelakning o'zi xuddi shunday jazirama issiqlik natijasida bolajonlarimiz bu chelaklarni qo'llariga ushlay olishmaydi. Ya'ni alyuminiy metali juda ham issiqni yaxshi o'tkazadi. Mana bolajonlar, bugun sizlar bilan issiqlik nima ekanligini takrorlab, issiqlikni jismlarga qay tarzda ta'sir o'tkazishini amaliy mashg'ulotlar orqali ko'rib chiqdik. Siz bu darsdan o'zingizga mos xulosalar chiqarganingizga ishonaman. Darsimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Bonjour chers élèves et chers parents. Assalamu alaikum aziz o'quvchilar. Aujourd'hui, on a le cours de français pour la deuxième classe. Bugun sizlar bilan 2-sinflar uchun fransuz tili darsini boshlaymiz. Notre thème pour aujourd'hui, projet 4, page 111 et révision. Avant de commencer notre leçon, nous vérifions votre devoir à la maison. Aziz o'quvchilar, biz uyda quyidagi rasmlar yordamida gaplar tuzishimiz kerak edi. Kelinglar, birgalikda vazifamizni ko'rib chiqamiz. Elle achète du fromage. Elle achète du chocolat. Elle achète de l'eau minérale. Elle achète des œufs. Sizlar ham xuddi shunday tartibda uyga vazifangizni bajargan bo'lsangiz, juda ham to'g'ri bajaribsiz. Lisez et associez les phrases aux images. Gaplarni o'qing va rasmlarni gaplarga moslashtiring. Aziz o'quvchilar, quyidagi rasmimizga e'tibor qilamiz va stollarning ustida qanday mahsulotlar turganligiga ham e'tiborimizni qaratamiz. Chunki berilgan gaplarimizda qaysi gapimiz qaysi stolga tegishiligi so'ralgan. Premier, au petit déjeuner, Kamol mange du pain, du beurre, de la confiture. Il boit du lait. Kamol ertalabki nonushtada non, sariyog' va murabbo yeydi. Il boit du lait. U sut ichadi. Aziz o'quvchilar, quyidagi rasmimiz qaysi birida? Biz sutning rasmini, sariyog'ning va nonning rasmini ko'ryapmiz. Qani, bir qarab ko'ringchi. Juda ham to'g'ri. B raqam ostidagi stolimizda biz quyidagi mahsulotlarni ko'rib turibmiz. Demak, birinchi gapimizga B raqam ostidagi stolimiz to'g'ri keladi. Juda ham to'g'ri bajaribmiz. Deuxième, au déjeuner, il mange du poisson et du riz, il boit du thé. Tushlikda u baliq va guruch yeydi. Il boit du thé. U choy ichadi. Voilà. La lettre A harfi ostidagi stolimiz ikkinchi gapimizga to'g'ri keladi. Troisième phrase. L'après-midi, il mange des tartines, il boit du jus d'orange. Tushlikdan so'ng u pirog yeydi va apelsinli sok ichadi. Demak, qaysi stolimiz bu raqamdagi to'g'ri kelyapti? D raqam ostidagi stolimiz uchinchi gapimizga to'g'ri kelyapti. Quatrième phrase. Au dîner, il mange de la soupe
et de la salade. Il boit de l'eau minérale. Kechki ovqatda u sho'rva ichadi va salat yeydi. Il boit de l'eau minérale. U gazli suv ichadi. C raqam ostidagi stolimiz oxirgi gapimizga mos keladi. Lisez le texte et répondez aux questions. Matnni o'qing va savollarga javob bering. Nous lisons avec vous le texte et traduisons. C'est la famille de Kamol. C'est son père. Il s'appelle Akbar. Aujourd'hui, son père prépare le pilaf. Il a du riz, des carottes, de la viande, de l'huile, du sel et de l'eau. Sa mère Nodra prépare la salade avec des tomates et des concombres. Chers élèves, nous lisons encore une fois et traduisons avec vous. C'est la famille de Kamol. Bu Kamolning oilasi, c'est son père. Bu uning otasi. Il s'appelle Akbar. Uning oti Akbar. Aujourd'hui, son père prépare le pilaf. Bugun uning otasi palov tayyorlayapti. Il a du riz, des carottes, de la viande, de l'huile, du sel et de l'eau. Unga guruch, sabzilar, go'sht, yog', tuz va suv kerak bo'ladi. Sa mère Nodra prépare la salade avec des tomates et des concombres. Uning oyisi Nodra salat tayyorlayapti. Pomidorlar va bodringlardan salat tayyorlayapti. Et maintenant, nous répondons aux questions d'après le texte. C'est la famille de Kamol. Comment s'appelle le père de Kamol? Kamolning otasining ismi nima? Le père de Kamol s'appelle Akbar. Qu'est-ce que prépare son père? Uning otasi nima tayyorlayapti? Son père prépare le pilaf. Quatrième question. Qu'est-ce que prépare sa mère? Sa mère prépare la salade avec des tomates et des concombres. Et maintenant, nous regardons la vidéo avec vous. Endi siz o'quvchilar mavzumizga doir video lavhani tomosha qilamiz. Bon appétit. Merci, merci, merci beaucoup. De rien du tout. Mangez beaucoup de tout. Bon appétit. Merci, merci, merci beaucoup. De rien du tout. Mangez beaucoup de tout. Bon appétit. Merci, merci, merci beaucoup. De rien du tout. Mangez beaucoup de tout. Bon appétit. Merci, merci, merci beaucoup. De rien du tout. Mangez beaucoup de tout. Observez la grille. Dites dans quelle case se trouve chaque dessin. Rasmni o'rganing va narsalar qaysi katakchada va qaysi raqam ostida joylashganligini ayting. La viande est dans la case E4. L'huile est dans la case D1. L'oignon est dans la case D5. Le concombre est dans la case C2. La tomate est dans la case B1. Le sel est dans la case B5. La carotte est dans la case A2. Le riz est dans la case A4. Et maintenant, deuxième exercice. Composez les phrases en utilisant c'est un, c'est une et ce sont des. Aziz o'quvchilar, c'est un, c'est une va ce sont des so'zlar yordamida quyidagi rasmimizdan gaplar tuzing. Biz bu yerda bu so'zlarni gaplar tuzish uchun nimaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak? Chizilgan rasmlarimizning birlikdami, ko'plikda? Ya'ni ularga biz ko'plikdagi fe'limizni qo'yishimiz kerakmi yoki birlikdagi fe'llarimizni qo'yishimiz kerakligini bilib olishimiz kerak. Kelinglar birgalikda quyidagi so'zlarimizdan gaplar tuzib olamiz.
C'est une calculette. C'est un stylo. Ce sont des livres. Ce sont des crayons. Lisez les phrases à l'aide des images. Rasmlar yordamida gaplarni o'qing. Dans le cartable de Théo, il y a un stylo, un livre, un cahier, une règle, une gomme et une calculette. Dans le cartable de Léa, il y a une colle, un livre, des ciseaux et des crayons. Et maintenant, exercice 3 à la page 87. Qui va où? Trouve. Kim qayerga boryapti? Topinglar. Théo a une calculette. Il va. Théoning qo'lida kalkulyator bor. U qayerga borishi mumkin? Qaysi xonaga boradi? Quyidagi rasmlarimizga e'tibor qilamiz. Bu jismoniy tarbiya xonasi. Ikkinchi raqam ostidagi xonamiz bu o'zbek tili xonasi. Uchinchi raqam ostidagi xonamiz bu matematika xonasi va to'rtinchi xonamiz bu musiqa xonasi. Demak, Teo qaysi xonaga boryapti? Juda ham to'g'ri, matematika xonasiga. Chunki uning qo'lida kalkulyator bor. Théo a une calculette, il va à la salle de maths. Bravo, chers élèves. Deuxième phrase, Léa a une guitare et elle va à la salle de musique. Quatrième, Kamol a un ballon de foot, il va à la salle de sport. Léa a une guitare, elle va à la salle de musique. Kamol a un ballon de foot, il va à la salle de sport. Quatrième phrase, Aziza a un livre, elle va à la salle de lecture. Biz to'g'ri qo'yib chiqdikmi rasmlarimizga? Gaplarimizni. Juda ham yaxshi. Observez et dites quelle matière aime Kamol? Rasmni o'rganing va Kamol qaysi fanni yaxshi ko'rishini yoki yomon ko'rishini ayting. Rasmni yaxshilab o'rganamiz. Kamol aime. Mana birinchi rasmimizda aime fe'li turibdi. Ya'ni Kamol yaxshi ko'radi. Kamol n'aime pas. Endi esa shu fe'limiz inkor formada turibdi. Kamol yaxshi ko'rmaydi. Va quyidagi rasmlarimizda xonalarimizning rasmi turibdi. Kelinglar birgalikda Kamol qaysi fanni yaxshi ko'rishini va qaysi fanni yomon ko'rishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Les maths. Kamol aime les maths, le français et le sport. Kamol n'aime pas la musique, les arts plastiques. Et maintenant, chers élèves, aziz o'quvchilar, bugun sizlarga uyga vazifa tarzida loto de aliment, ya'ni oziq-ovqatlardan loto o'yinini yasashni vazifa tarzida beraman. Biz hammamiz loto o'yinini bilamiz, shundaymi? Biz o'rtoqlarimizdan juda ham ko'p o'ynaymiz. Bugun esa biz sizlar bilan mavzumizga doir, ya'ni oziq-ovqatlarimizdan loto o'yinini o'ynashimiz kerak. Ya'ni sizlar uyda varaq, to'rtburchak karton qog'ozlarga oziq-ovqatlarning rasmini rangli qalam yordamida chizib olasizlar va o'rtoqlaringiz bilan quyidagi tayyorlagan qog'ozlaringiz orqali loto o'yinini o'ynaysizlar. Mana e'tibor qiling aziz o'quvchilar, bir tomonda legum, bir tomonda voiture, ya'ni bir tomonda ichimliklar, bir tomonda mevalar, bir tomonda sabzavotlarning nomini yozib, shular yordamida loto o'yinini o'ynaymiz. Hozir sizlar bilan aziz o'quvchilar, quyidagi vazifamiz uyda bajarishingiz uchun sizlarga yordam tariqasida bir video lavhani tomosha qilamiz. Nous regardons avec vous la vidéo. Le jeu de cette famille sur les aliments. La fiche récapitulative des familles. Les cartes, ici, la famille légumes, avec la famille en haut, légumes, le dessin en bas, le nom du produit, l'oignon. Autre exemple,
la famille poisson avec le nom de la famille, le dessin, le nom du dessin, la crevette. Il y a donc 7 familles. Les viandes, les poissons, les fruits, les légumes, les féculents, les produits laitiers, les condiments. D'abord, répartir les feuilles avec les familles récapitulatives pour les personnes ayant plus de difficultés. Ensuite, prendre les différentes familles et les mélanger. Chaque joueur regarde son jeu. Il réunit ceux qui vont ensemble. Légumes avec légumes, poisson avec poisson, fruits avec fruits. Dans la famille légumes, est-ce que tu as la carotte? Oui. Merci. Dans la famille légumes, est-ce que tu as le haricot? Aussi, oui. Je sens que je vais bientôt gagner. Dans la famille légumes, est-ce que tu as la courgette? Non. À moi. Dans la famille viande, est-ce que tu as le poulet? Oui. Super, j'ai gagné. J'ai toute la famille. Nous allons vérifier. Tu as le bœuf, Oui. Hop. le Oui. poulet, Le poulet, le porc, le porc, l'agneau, l'agneau, le veau, le veau, le canard le canard et la dinde. et la dinde. J'ai gagné. Bravo! Aziz o'quvchilar, video lavhamizni tomosha qildingizmi? Sizlar ham shu video lavhada ko'rsatilgandek uyda lotolarimizni yasab olamiz. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Merci pour votre attention. Au revoir, bonne chance.